Xullas, to'y boshlab qo'ydi. Sizlar tillarni qimmatga olar ekansizlar. Shu gap rostmi? Iloji boricha qimmatroq hisoblab olib qolamiz, opa. Mana qarang, mana buvimdan qolgan eslarni bir ko'rib beringchi. Yonimda ko'zini o'g'amaydi deb ko'zini olib keldim birato'la. To'g'ri qilibsiz, opa, toshlarni chiqartirib, oddiy tosh qo'yilgan bo'ladi-da, biz baribir minus qilib hisoblab olib qolardik buni. Voy, yoningizdagilarga kirdim, hammasi yurib tashlashdi-ya. Qimmat narsa, qimmatroq qoling. Hop, buningiz 583 Pro, buni grammini 790 mingdan qilib beraman sizga. Menga общий hisoblab bering. Bo'ldi, hozir hisoblab beraman sizga. 12 million 65 ming bo'larga men sizga tekis qilib 12 million 100 qilib beraman. Rostdan shunaqa narxga olasizmi? Ha, rostdan shunaqa olaman. Grammini 790 mingdan 12 million 100 qilib beraman sizga. Nima deb o'yladingiz? Voy, oldingizdagilar 10 million deb tashashganda. Voy, unda tez anaqa olib qoling unda. Issiqda sotaylik. Biz opa har doim hamma klientdan qimmat olib qolishga harakat qilamiz tillasam. Mana opa aytganimni 12 million 100. Voy, rostdan ham halol ishlayotgansizlar. Barakasini bersin, ishingizga omad. Agar sizlar ham tillarni aldanmasdan qimmat narxlarda sotmoqchi bo'lsanglar, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Shaxsan o'zim tillarni qimmat olib qolaman.